Ertalab mazza qilib uxlab yotgan joyimda jiyanim tog'a turing shashlik yeyman deb meni uyg'otib oldi. Hozirgi bolalarga hayronman. Bular mazza qilib uxlasa bo'lmaydimi? Temboli shashlikni hozir qayerdan topaman deb o'ylanib turgan paytimda Zikrilla shashligiga ko'zim tushib qoldi. Bularni Chorvoqda filialligi bor ekan. Betni qulayligiga 5 ketdim. Sababi shashlik qilmoqchi bo'lgan odam bu yerdan ko'mirdan tortib uksuzigacha bemalol topa olar ekan. Temboli 11 xildan oshiq shashligiga variantligi mangal mahsulotlari bor ekan. Ichidan o'zimga kerakligini tanladim-da, sotuvchi okaga rahmat deb sekin orqamga qaytdim. Endi navbat shashlikni tayyorlashga. Ko'mirlarni tekis qilib chiroyli qilib taxladimda bitta olov yoqdim, ko'mir o'zi yonib ketib qoldi. Tanlagan shashliklarimga bo'lsa o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Endi bo'lsin, jiyanga bo'lsin dedim-da, har xil variantlardan qilib qo'raga bir tekis qilib chiroyli qilib terib qo'ydim. Qalay, yoqdimi sizlarga? Mana degunimizcha shashliklarimiz ham tayyor bo'ldi. To'g'risini aytaylik, ishtahanglarni ochib yordimmi? Tayyor bo'lgan shashliklarni bir tekis qilib joyladim-da, katta xo'jayinning oldiga olib borib sekin qo'ydim. Xo'jayinni ham qorni ochib ketganmi deyman, xursand bo'lib ketib, birin-ketin oshqozonga joylashni boshlab yubordi. Amman bo'lsa sekin xonamga kirdim-da, uyquni davom ettirib yubordim.